Va keyin yana bitta narsa. Taqdir degan masala ham bor-da. Siz sababini qilganingiz bilan taqdiringizga yozilgan narsalar bor, yozilmagan narsalar bor. Uni oldindan bilmaymiz-ku baribir. Ha. Oldindan bilmaymiz, ammo anig'i bor, keyin biz sababini qilishimiz kerak bo'lgani bor-da. Ya'ni biz ishtirok etadigan taqdir bor, biz ishtirok etmaydigan taqdir bor. Biz ishtirok etmaydigan taqdir bu bizni qayerda, qachon, kimning oilasida tug'ilishimiz, qaysi rangda, qaysi ko'rinishda, qaysi millatda. Biz bunga aralasha olmaymiz-da. Hech kim men 1980-yil Madina shahrida sheyxni oilasida tug'ilib qolay deb hech kim oldindan planlashtira olmaydi. Lekin mana shu yerda ham biz ishtirok etadigan bitta joyi bor ekan. Qarang, kecha shu narsani o'qib hayron qoldim-da. Avvalam o'qiganmiz, lekin indamay o'tkazib yuborganmiz. Keyin bir ustozimdan telefon qilib so'radim, ustoz, mana shunaqa joy desam, ha, shunaqa bizda. Qaysi oilada, qaysi millatda, qanaqa rangda, qachon tug'ilishingiz sizni qo'lingizda emas. Lekin tug'ildingiz, tug'ilganingizdan keyin voyaga yetganingizda ana shu narsaga rozi bo'lish, bo'lmaslik degan sizda ishtirok bor ekan. Mana shu ota-onaning farzandi bo'lishga rozimisiz? Shu millatda, shu davlatda, shu yurtda, shu xalqda, shu vatanning farzandi bo'lib tug'ildingiz. Shunga rozimisiz? Rozi bo'lsangiz, ne'mat ustidasiz. Norozimisiz? Bo'ldi. U ne'matdan ham mosuvo qiladi. U ota-onadan ham, u yurtdan ham, u vatandan ham sizni mosuvo qilib qo'yadi keyin. Bu juda ko'p o'zi guvoh bo'lyapmiz oxir paytlar. Endi bu biz ishtirok etmaydigan, ishtirok etadigan taqdirimiz bor. Bu qanaqa taqdir desa, yuqorida aytganimdek, biz niyat qilamiz, qarorlarni qabul qilamiz, bizga berilgan ixtiyorga ko'ra sabablarni qilamiz va shunga ko'ra taqdirlarimiz yashab o'tamiz, taqdirlarimizni yashab o'tishimiz uchun biz albatta niyatni, boyagi zanjir, niyat qilamiz, duo olamiz, qaror qabul qilamiz, harakat qilamiz, sabablarni qilamiz, ana keyin o'shanga yarasha taqdirimizni yashab o'tamiz. Busiz iloji yo'q. Ana shu qilgan zanjirda natijasida 2 ga 2 ni qo'shganimizda 1 bo'lib qolsa ham siqilmaymiz. 2 ga 2 ni qo'shganimizda million bo'lib ketsa, xursand ham bo'lib ketmaymiz. Chunki uni yaratuvchi berayotganligini his qilamiz.